Salom hammaga do'stlar. Bugun sizlar bilan biz do'stim bilan yana shu dors 3-qismini olmoqchimiz do'stlar. Shuncha mehnatimizga obuna bo'lib keting. Do'stim yana salomlashmayman deydi. Bugun qo'rqmasdan o'ynashimiz kerak-da. Yo, animatsiyada men adashib ketdim. Yo'lda adashib yubordim men birinchi qismida. Qanaqa qilib nima bo'ldim bilmayman. Keltezay telefon ko'radi hozir. Do'stlar 4-qismini ham chiqaraylikmi? Kommentariya yozib keting. Ha, bu eshik ochiq, shkaf yozibdi to'ndarilib. So'z, ana hozir o'ynab turgandik-ku videoga olmay, nima bo'lib ketdi? Bir juda ham tez yuradi. Men shuni 2-qismida kelgandim menda. Ana shu maxluq, ha? Mana shu videomning 2-qismida. Uçarak qolib kelishim. Qarama, pastga. Xonaga kel, mana bu ish qo'yishim. Yeman bu chiqdi. Mana shunda bo'lishdi. Yeman sen bilan o'ynasam men qo'rqmayman. Mana bilan mutlaq. Kilit. Menda ham bor. Bu xonada 100%ga kirmaslik edi. Kelib turish shkafda yani. To'xta. Nechanchi eshik bu? U bu yoqqa kelishi mumkin. Qara, bu yerga kel, mana bu uchinchi deb qo'ydi. Ha, bo'ldi, mana shu yerga. Suyt yonib bitsa bormi? Sendan ko'raman. Men shkafning yonida turaman. Biza kilit qidirishimiz kerak. Yana yerga kilit kerak. Inson bu yerga kelmaydi u. Böyle bilasan nechta kravat? Bu вообще mehmonxona. Yo-mayo, bu qanaqa bu menga o'rgimchak odam hujum qildi. Nima qilib yuribsan? Qarash menga kilit topish, kilit. Birinchi qismida aytadimmi, qo'rqaman deb. Sen Yuraver hammasini o'zim unutlab qo'yaman. do'stlar, mana shu onda shunaqa qo'shiq bo'lsa, eshitsinglar edi men bu qo'shiqni. Shunaqa qo'shiq bo'lsa-edi, ha, do'stlar. Men tashqi qo'yib yubordim mana shu qo'shiqni, do'stlar, hozir. Men shu obloshkasini olib qo'yaydi hozir. Do'stlar, videoni o'chirib turaman. Men oldim do'stlar obloshkasini. Men nima topdim? Sen bu yerda turibsan. Anime. Ketdik. Bundan ko'ra jumon ko'rsa, animeni o'zi. Yosh paytimda bitirib qo'yganman. Men samurayman. Men bitirsam ham men ishon 10 marta bitirganman. Men ana maxluq kelmayapti. Maxluqni ukasi kelyapti, lekin maxluqni ukasi kelyapti, lekin 16 Men negirman, qappaqni egirman, qishda qolib ketgan ko'zlarga kelyapti. Samir, lifehacking ishlataman hozir. Kir. Ikki marta. Men nima deganman? Men seni yaxshi bilarkanmanmi? Eshik ortida tursang ham urini yemaydi. Mana nima qo'yardi? Ping bo'lyapti menda. Voy, pastga tushib ketdim men. Voy. Yo, video chiqqanda ko'rasan, bunga qara. Nima bo'lib yotgandi menda? Video chiqsin ko'rasan. Voy, men o'ldi deb yozib chiqdi. O'ldirmadim, ochib yo'q.
Bas ekranı. Menda koy bile ona. Mende voy ha basılmayapti. Voy basılmayapti mende. Nima ya bunaqa bo'laveradi? Oldingmi? Ha. Ya bo'ldi do'stlar. To'xta hozir men ham o'ylashga harakat qilib ko'raman. O'ynadi. Ye qanaqa qilib sen o'ylaysan? Yo men o narsa chiqdi. Bosyapman, bosolmayapti. Yur dedim, men senga yur dedim. Nega kelmaysan endi? Qachondan boshlaymiz? Hozirga qo'ysammikin, qo'ymasammikin. Hozir qo'y. O 50-chi ishga borganda olib boshlaymiz. Do'stlar, ana animatsiya keladi-yu, o'sha yerda yoqamiz. Montajni endi birinchi qismini ham dahshat qilaman do'stlar. Hozir animatsiya kelganda yoqamiz endi xudo xolasa hozir. Va yoningizga yeb ichishga narsalarni olib kelib qo'ying va biz yana qaytadan boshlaymiz. Nima bo'lsa hamda endi. Do'stlar, mana toza eventga kelib qoldik biz qaranglar. Lekin ana nimaga kelmadik hali 22-chi ana nadan va event toza ana yerga kelganda yoqaman do'stlar. Do'stlar, yana toza event. Taqvering. Do'stlar, mana kelyapmiz o'sha yerga. Men qochdik. Speedrunski bir nimalarmi deydi. Hozir mana speedrunski qachon? Ben animatsiya bo'lasan. Da mana shu yerda bo'ladi hozir. Animatsiya juda qattiq montaj qo'yamiz a. Mana! Bu bir ko'zli chumshiq ismi shunday. Bu safar yaxshi bilamanmi? Qarab. Menda nima bor? Eshik ochilmayapti menda. Eshik ochilmay qoldi, o'ldimmi? Eshik ochilmay qoldi menda. Men shu animatsiyadan bir qachonmayaptimi? O juda. Yo, nima qilishga eshik ochilmayapti. Yetim bo'ldi hali video. Nima eshik ochilyapti? Har videoni shunaqa qilib video yonib ketdi. Men ko'rmoqchiman. 4-я? Men shu qo'shib qo'yaman unda men shu yerga men. В камине 6 утра, фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина 6 утра, разбитая душа, все твои обещания пустота. В камине в 6 утра, фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра.
за собой закрой. Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком по стеклам бегал так упрямо. И если бы не твой милый голосок, я бы упал с неба в последний вздох. И звезды мирно падали, как будто для меня. Я каждый раз загадывал тебя не потерять, но больше не могу, я просто мучаю себя. Теперь ты уже не в камине в 6 утра. Фотография твоя, горят воспоминания тебе. Камина в 6 утра, разбитая душа, и все твои